albatta muammo bo'lgandan keyin uni yechimi ham bo'ladi. Lekin mavjud holat mana oxirgi yangiliklarga ko'ra mamlakatimizda aynan o'sha poytaxtimiz Toshkent shahrida avtoturargohlarni 14 mingdan ziyodga yetkazish ko'zda tutilgan. Lekin haqiqatda aytganingizdek, yuridik tomonlama hisobiga oladigan bo'lsak, ushbu chiqarilgan nizomga ko'ra bir qancha yuridik shaxsni kamchiliklari ham bor. Albatta, o'sha yuridik jihatdan kamchiliklari ham bor. Siz aytgandek, o'sha xavfsizlik masalalari, o'zingizni bexavotir his qilmaysiz, sababi o'sha katta mulkni ishonib, boshqa bir yuridik shaxsga ishonib ketasiz va unga ana shu ishonganingiz uchun pul to'layapsiz aslida. Lekin ishonch oqlanmaydi. Lekin ba'zi holatlarda ishonch oqlanmayapti, buni ko'ryapmiz. O'zi aslida mana nizomda tanishib chiqqan bo'lsanglar, nizomda har bitta o'sha avtoturargoh ma'lum bir darajada o'ralgan hamda shlagbaumlar bilan to'silgan yoki shunga o'xshash bir qancha talablari bor o'zini. Undan tashqari o'sha maxsus ruxsatnoma olgan, yuridik shaxs sifatida ruxsatnoma olganligi yoki bo'lmasam ana shu pul qiymatining mavjudligi, o'sha loyihaning qay tarzda yutib olganligi kabi bir nechta hujjatlarni o'sha avtoturargoh shoxobchasiga biriktirib qo'yilishi kerak. Yoki bo'lmasa undan tashqari o'sha har bitta avtoturargohda o'zini maxsus budkasi bo'lishi kerak. Biz bilamiz, ba'zi avtoturargohlarda umuman hech narsa yo'q. Shunchaki haydovchilar kiradi, o'sha oddiy xodimlar bizga ishoning, biz o'zimiz kafolatni olamiz degan gap so'zlarga ishongan holda tashlab ketamiz. Lekin aslida bu noto'g'ri. Meni fikrimcha, mana shu qonunchilikka rioya qilgan holda har bitta o'sha yuridik shaxsni nazoratga olish kerak. Bu o'sha Anvarga aytganda, jamoatchilik nazoratiga ham bevosita bog'liq. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirsak, ana shu yuridik shaxslarni balkim tizimini yana ham to'g'ri ishlashini tartibga sola olarmiz. Va buni har bitta fuqaromiz endi sudlash orqali yoki bo'lmasam o'sha o'zini haq-huquqlarini talab qilish orqali buni amalga oshirishi mumkin bevosita.